qonunchilik va amaliyot hisoblanadi. Hop, bugungi kunda oilada ayol va erkakning teng huquqliligini ta'minlash O'zbekiston va jahon miqyosida eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki teng huquqlilik bo'lmagan oilada zo'ravonlik, psixologik bosim, iqtisodiy qaramlik, nizolar kabi holatlar juda ham tez uchraydi. O'zbekistonda gender tenglik bo'yicha qonunchilik mustahkamlab qo'yilgan bo'lsa-da, ammo oilalarda an'anaviy stereotiplarning hali ham mavjudligi turli xil nizolarni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun ham oilada ayol va erkakning teng huquqliligini qonunchilik va amaliyot jihatdan o'rganish dolzarb hisoblanadi. Teng huquqlilik tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Bu erkak va ayolning jamiyat va oilada eng asosiy huquq va imkoniyatlardan teng darajada, bir xil darajada foydalanishi va shaxsiy rivojlanishi uchun barcha sharoitlarning teng yaratilishi hisoblanadi. Bu huquqiy tenglik emas, balki o'sha ijtimoiy imkoniyatlar tengligi, resurslarga teng kirish va qaror qabul qilishda teng ishtirok kabi kompleks ijtimoiy kategoriya sifatida qaraladi. Qonunchilik jihatdan to'xtaladigan bo'lsak, oilada er va xotinning teng huquqliligi Konstitutsiyaning 58-moddasida va 76-moddasida belgilab ketilgan. Oila kodeksida esa 2-modda va 19-moddalarni keltirib o'tamiz. Oila kodeksining 19-moddasida er va xotin oilada teng huquqlardan foydalanadilar va ular teng majburiyatlarga egadirlar deya mustahkamlab qo'yilganligi ham bu huquqiy asoslardan biri hisoblanadi. Xotin-qizlar huquqlarini himoya qiluvchi milliy qonunlarga to'xtalib o'tamiz. Bu xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlar to'g'risidagi qonun O'zbekistondagi eng xotin-qizlar masalasiga qaratilgan asosiy qonunlar hisoblanadi. Ayollar va bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ham asos sifatida keltiramiz. Gender tenglik bo'yicha xalqaro huquqiy normalarga BMT rezolyutsiyalari, shuningdek 1979-yilda qabul qilingan SEDAF, bu ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish konvensiyasi hisoblanadi. Mavzuga oid qisqa videorolik tomosha qilamiz va mavzu bo'yicha o'quvchilardan qisqa mulohazalarni eshitib o'tamiz. Oila qurishga hali tayyor emasman. Nega tushunmaysan? Kuyov yaxshi joyda. Tegmasa keyin bunaqasi chiqmaydi. Hozir tegmasang, keyin qari qiz bo'lib qolasan. Orzularim ko'p. Kelin, o'zimiz o'qitamiz. Turmushga chiqish bu vaqt qizim. Ayol kishi er bilan, er bo'lmasa yer bilan. Turmushga bo'lsam, yo'qotar. Shu bola baxtli bo'lish. Kelinlik voy qizim. Baxtli bo'l qizim. O'quvchilardan qisqa fikrlarni eshitib o'tamiz. Ushbu videoda aynan qaysi jarayonlarni ko'rdingiz va bu yerda ushbu qizning qaysi huquqlari buzilganligini ko'rib o'tdingiz? Doston, albatta ushbu videoda ko'rganimizdek, bu yerda jamiyatimizda hali ham farzandga nisbatan shunaqa muomalalar, jamiyatimizda hali ham ota-onalar tomonidan qiz farzandiga nisbatan ko'rsatilgan diskriminatsiya munosabatlari hali ham mavjud ekanligini ko'rib ko'rsak bo'ladi. Bevosita bu yerda qizning oilada huquq va manfaatlariga yetkazilayotgan zararlari, uning buzilishlari ko'rib o'tsak bo'ladi. asosan
huquqlari buzilgan. Asosan shaxsiy huquqlari bu yerda buzilganligini Shaxsiy rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratilmaganligini ko'ramiz. Rahmat javob uchun. Keyingi metodimiz bu spinning zero, ya'ni charxpalak metodi. Bu yerda savollar mavjud. Bu charxpalak qayerda to'xtasa, o'sha savolga javob berish kerak. Oltin klitka 5 ball. Ushbu talabaga 5 baho, ya'ni savol: oilada moddiy ta'minot kimning zimmasida bo'ladi? Talabalardan javob: ikki xotin erda xotinga javobgar. asosan erda bo'ladi. An'anaviy stereotiplarga ko'ra asosan er kishining zimmasida. Hop, o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun true or false, ya'ni to'g'ri noto'g'ri metodini qo'llaymiz. Avvalo savollar keltiriladi. Talabalardan bu savolning javobi to'g'riligini yoki noto'g'rini eshitamiz, keyin javobni ko'ramiz. Think you know family rights? Let's see. Yes. Albatta ko'p tem huquq va ega. Hop, talabalar er va xotin nikohda teng huquqlarga ega degan fikr keltirilgan. Bu to'g'rimi yoki noto'g'ri? To'g'ri. Javobini ko'ramiz. To'g'ri. Keyingi savol. Qonuniy hisoblanadi. Oila budjetini faqat er boshqarishi qonuniy hisoblanadimi? Yo'q. Qaysi javob? Noto'g'ri. To'g'ri. Ikkalasi ham. Hop, javobni ko'ramiz. Noto'g'ri. Unda avvalo ikkita taraf ham teng huquqlarga ega. Uchinchi savol. Nikoh davomida orttirilgan mol-mulk er xotinning umumiy mulki hisoblanadi. To'g'ri yoki noto'g'ri? To'g'ri. Javobni ko'ramiz.